Buğdayımız 15 sentner oshcha, har yilgidan 15 sentner oshiqcha buğday oldik. Keyingi yilga paxta ekdik, paxtadan 8-10 sentner oshiqcha hosil oldik. Agroinshort kuzatuvchilari, biz bugun Bo'ka tumanida Achamayli hududidamiz, Zoir aka dalalaridamiz. Bu dalada 2 yil mobaynida paxta g'alla uchun Marella mahsuloti ishlatib kelingan. Zoir akani o'zlaridan so'raymiz. Zoir aka, dalaga ishlatib ko'rgansiz, qanaqa foydalarini ko'rgansiz? Bizga buni Chlorella o'g'itini, o'g'it deymiz dehqoncha tilda, tavsiya qilgandan keyin ishonmasdan ishlatib ko'rdik. Birinchi yil buğdayga ishlatdik. Mana shu ko'rib turgan dalalarning 5 gektar dala edi. Eng dala bo'yicha, konturlar bo'yicha eng effektiv past dala edi. 1 yil ishlatgan holimizda bahordagi o'rimga borib buğdayimiz 15 sentner oshiqcha, har yilgidan 15 sentner oshiqcha buğday oldik. Buni bizga tavsiya qildiki, o'sha yerda buni qayta ishlashga, chunki bu yerda qoladigan o'g'it ekan, keyingi yilga effektlari bor ekan. Keyingi yilga paxta ekdik, paxtadan 8-10 sentner oshiqcha hosil oldik. O'g'itdan qanaqa tejalik o'g'it? Bu Chlorellani bir yaxshi tomoni, bizga dehqonlarga hammaga ham aslida moddiy tomondan manfaatdorligi kerak. O'g'itni biz boshqa konturlarimizga qaraganda 2 hissa, 2 barobar kam ishladik. O'shanda biz mablag' tomonidan ancha yutuqqa erishdik. Hosildorlik bo'yicha ham yutgansiz. Albatta, bu birinchi o'rinda tannarxdan biz yutdik. Hosildorlikdan biz ancha 10-15 sentni bilasizlar, dehqonlar uchun bu katta yutuq hisoblanadi. Ishlash tartiblari bo'yicha nima deya olasiz? Ishlash tartiblari bo'yicha buni bizga ma'qul kelgan tomoni ekologik toza mahsulot, insonga, sog'lig'iga yo atrof muhitda ishlatayotgan boshqa o'simlik hayvonlarga umuman zararli ta'siri yo'q buni. Buni shunday bizga tavsiya qilyapti, har qanday insonlar o'zlari iste'mol qiladigan ekinlar uchun ham ishlatyapti hozirgi holda. Biz ko'rganimiz mahallalarda tavsiya berib ishlatyapti. Pomidor, bodring, kartoshkalar uchun. G'allani, masalan, g'allaga xlorella sepilgandan keyin, masalan, aytib o'tilganda bunda saqlaydi viruslardan, kasalliklardan. Bunga nima fikrdasiz? Bu to'g'ri fikr. Boshqa konturdagi dalalarimizga qaraganda kasallikka biz ko'zimiz bilan manfaatda ko'rganimiz amalda juda kasallikka bu chidamli baquvvat ekin bo'lar ekan. Xoh u paxta bo'lsin, xoh buğday bo'lsin. Boshqa dalalarga qaraganda ximikat o'g'itlar, yada ximikatlarni juda kam ishlatdik. Bu suspenziya tariqasida ishlatgan paytimizda o'simlik baquvvat, ildizi olishi baquvvat, ulanishi baquvvat bo'ldi. Shu tomondan bizga bu ma'qul keldi. Fermerlarga nima tavsiya berasiz? Fermerlarga mayli birinchi yiliga birorta konturini 20 gektarlik, 15 gektar konturga ishlatib ko'rsin. O'zlari boshidan o'tkazib, hosildorligini oshganini, foydasini ko'radi. Keyingi yilga siz ham bizdan so'ramasdan o'zlari ishlash tarafdori bo'ladi. Bu aniq narsa. Zoir aka, sizga rahmat. Salomat Tavsiyalaringiz uchun. Salomat bo'linglar. Agroinshortni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang.